Bu kitob 500 dan ortiq o'quvchini istalgan gapni ingliz tilida tushuna oladigan, yoza oladigan va ayta oladigan darajaga chiqishiga yordam berdi. Ingliz tilida gapirishni maqsad qilib, ingliz tilini o'rganishni boshladingiz. Katta ehtimol bilan ushbu kitobni tugatish kerakligi aytildi. Tugatganingizdan keyin, undan keyingisini. Shu bilan grammatika cheksizligida davom etaverasiz. O'ylaysizki, sizdagi xayolga kelgan narsani gapira olmaslik va yoza olmaslik muammosini faqat grammatika hal qiladi deb va oxir-oqibat sizda ham hammadagi ushbu muammo kelib chiqadi. Grammatikaga sho'ng'ib boraverasiz, speakingdan esa darak yo'q. Qayerdan bilaman? Westminster universiteti akademik litseyda o'qigan paytimda o'zimda xuddi shu holat bo'lgan. Ushbu kitoblarni hammasini tugatganman va kirganimda u yerda eng zo'riman deb o'ylaganman. Lekin bir kuni 4 ta kursdoshim bilan shu gazonda speaking qildik. Ular gapirsa zo'r tushunardim, lekin meni galim kelganda faqat shunga o'xshash sodda gaplar ayta olardim. Biladigan narsalarimni og'zaki nutqda to'liq chiqarishim uchun orada bir narsa yetishmayotganini sezdim. U narsa tarjima algoritmi edi. U orqali speakingimni oshirdim va 2019-yil birinchi urinishda 7, oradan 6 oy o'tib 7,5 oldim. Dars berishni boshlab, yillar davomida algoritmni takomillashtirdim. Siz bilan 500 dan ortiq o'quvchini istalgan gapni yoza oladigan, tushuna oladigan darajaga olib chiqqan tarjima algoritmini murakkabroq va hayotiyroq bo'lgan ushbu gapni tarjima qilib, videoda to'liq o'rganib chiqamiz. Algoritm xuddi shunaqa ketma-ketlikdan iborat. Ya'ni ega, kesim, chap taraf. Ega, kesim, chap taraf deb yodlab olsangiz ham bo'ladi. Okay? Masalan, u men bergan kitobni o'qishni yaxshi ko'rishligini bugun aytdi. Bunaqa gap aytmaymiz-ku desangiz, imенно bu gapni o'zini aytmasligingiz mumkin, lekin shunga o'xshagan murakkablikdagi gapni aniq aytasiz. Algoritm o'sha ega, kesim, chap taraf. Istalgan gap berilsa, biz nima qilishimiz kerak edi? Oxiriga qaraymiz. Kesim, chunki oxirida keladi. Bu yerda aytdi, savol beramiz. Kim aytdi? Gapni bitta boshida o'qiymiz. U men bergan kitobni o'qishni yaxshi ko'rishligini bugun aytdi. Kim aytdi? U aytdi. Demak, gapning egasi u. U ingliz tilida he bo'ladi. Egani aytdik. Endi kesimni aytishimiz kerak. Kesim qani? Aytdi. Aytdi. Nima bo'ladi? Said, he said. Kesimni ham aytdik. Endi chap tarafga yurishimiz kerak. Chap tarafga yurayotganda birinchi so'z bugun, today, he said today. Ana endi chap tarafga yurishda davom etamiz. Ligi qo'shimchasini aytishimiz kerak. Ligi qo'shimchasi ingliz tilida alohida bitta so'z. Qaysi so'z desangiz, that so'zi beradi uni. He said today that. Chap tarafga yuramiz. Hozir yaxshi ko'rish yoki ko'rish, keyin yaxshi deb yurymizda, yaxshi ko'rish deb aytishimiz kerak. To'g'rimi? Ya'ni chap tarafga yurayotganda so'zma-so'z emas, birikma yurish kerak. Ko'rish yaxshi deb emas, bittada yaxshi ko'rish deb aytamiz. Deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q. Nimaga? O'zi, yaxshi ko'rishni bittada aytishimiz kerakligi haqida gaplashganimiz to'g'ri, lekin hozirgi holatda yaxshi ko'rish so'zini aytishimiz kerakligi xato. Nimaga desangiz qarang. Egani aytdingiz, ya'ni egani birinchi aytasiz, kesimni keyin aytasiz. Keyin chap tarafga yurishingiz kerak, to'g'rimi? Endi chap tarafga yurasiz, chap tarafga yurayotganingizda yana bitta kesim chiqib qolsa, yana bitta ish harakat chiqib qolsa, yana bitta ishni bildirayotgan so'z chiqib qolsa, nima qilishingiz kerak? O'sha so'zni aytmaysizda, ya'ni kesimni aytmaysizda, uni egasini birinchi aytishingiz kerak. Ya'ni chap tarafga yurayotdingiz, bitta ish chiqib qoldi, ishni bildirayotgan so'z. Siz oldin o'sha ishni kim qilayotganini birinchi aytib, keyin o'sha ishni aytishingiz kerak. Tushunarli? Keyin yana davom etib ketaverasiz. Masalan, bu yerda yaxshi ko'rish bu ish. Kim yaxshi ko'rishligini biza birinchi ayta olishimiz kerak ekan bu yerda. Tushunarli? U men bergan kitobni o'qishni yaxshi ko'rishligini bugun aytdi. Kim yaxshi ko'radi? Okay, demak yaxshi ko'rishni aytmaymiz, savol beramiz. Kim yaxshi ko'radi? U yaxshi ko'radi. Ya'ni bu yerda udan o'zi ikkita ekan. Nimaga lekin gapda bitta-ku desangiz, o'zbek tilida chunki shunaqa. Kesim qaytarilaversa, uni tashlab yuborsa bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni u men bergan kitobni o'qishni u yaxshi ko'rishligini bugun aytdi deyish o'rniga, u men bergan kitobni o'qishni yaxshi ko'rishligini bugun aytdi desa, ma'no o'zgarmaydi. Lekin bizda yaxshi ko'rishligi, kim yaxshi ko'rishligi, u yaxshi ko'rishligi xuddi shu tarzda yana bitta u borligini sezdik. Demak, bu yerda yaxshi ko'rishi egasi u, birinchi uni aytamiz. He said today that he, ana endi qayerda qoluvdik? Yaxshi ko'rishda qolib ketuvdik. O'shani aytib, davom etib ketaveramiz yana. Yaxshi ko'radi. Okay?
likes chap tarafga yurishda davom etamiz. O'qishni reading, keyin kitobni the book, keyin gan. Nima beradi ganni? Gan ham tarjima qilinadimi? Siz ham tarjima qilinadi. Esingizda qolsin, gan qo'shimchasidan keyin narsani bildiruvchi ot kelsa, gan qo'shimchasini o'zbek tilida which so'zi beradi. Tushunarlimi? Demak, gan qo'shimchasini which berar ekan. Agar undan keyin narsa oti kelsa. Bu yerda bergan kitob oti, ya'ni gan kitob. Gandan keyin narsa oti kelyapti bu yerda, to'g'rimi? Ganni nima beradi shu yerda? Which beradi. Demak, he said today that he likes reading the book which. Endi berganni aytamanmi? Yo'q. Men ne aytishim kerak? Sizlar chap tarafga yurayotganingizda yana bitta ish chiqib qolsa, o'sha ishni kim qilayotganini aytib, keyin o'sha ishni aytishingiz kerak. Bergan kim bergan? Men bergan. Which I keyinchi bergan. Gave. Okay? Kimdir ganni aytdingiz-ku, yana nimaga bergan deb aytasiz? Siz ha, o'tda ham o'zi gan ikkita edi. Birinchi gan which ga o'tib ketdi, ikkinchi gan zamonniki, o'tgan zamonniki. Tushunarlimi? Inglizcha chatlarga qo'shilishga uyalardim mana. Ustozlarning savol berishganda noqulay ahvolga tushardim. Ya'ni ba'zilar universitetda o'qishsa, ingliz tilida dars beradigan ustozdan qochish ko'pchilikda kuzatiladi. Nimaga? Chunki so'rab qolsa uyalaman, speakingim yo'q. Istalgan, ya'ni to'g'ri grammatika bilaman, lekin xayolimga kelgan gapni ayta olmayman deb qochish bo'ladi ko'pchilikda. Bularda ham bo'lgan. Dasturdan keyin esa unaqa holat kuzatilmayapti. Assalomu alaykum. Bu dastur zo'r ishlangan, darslar super. Oson, aniq tushuntirilgan. Boshqa kursda 1 yildan beri ingliz tilini o'qidim, lekin natija bermagan edi. Bu dastur orqali oson tarjima qilishni o'rganyapman. Hamda doim nazoratda bo'lasizlar. Bu eng zo'ri. Bunaqa narsani hech qayerda o'rgatmaydi. Ham arzon. Odatiy kurslarning narxiga qiziqib ko'rdim. 1.500.000, xullas 500.000 dan yuqori. Amanikda bu dasturimi esa? Birinchi o'yladim dasturni bittasini 300.000 dan taklif qilishni. Ya'ni bunisi 300.000, ikkinchisi 300.000. Lekin maxsus taklifim bor dedim. Qanaqa u maxsus taklif? 300.000 dan emas, 149.000 dan har bitta dasturga qatnashish imkoniyatini berish taklifini bermoqchiman deb o'zimga o'zim aytdim. Keyin yo'q dedim. 149.000 dan emas, 99.000 dan har bitta dasturga qatnashish imkoniyatini beraman. Faqat aniqroq aytadigan bo'lsam, quyidagi holatda, ya'ni alohida bitta dasturga qatnashish 149.000, aytaylik orangizdan kimdir menga mana shu dasturni o'zi xolos, bunisini bilaman deydigan bo'lsanglar, okay, alohida bitta dasturga qatnashish 149.000. Lekin yana ham qulayroq taklif ikkita dasturga ham qatnashish 99.000 dan. Ya'ni bu dasturga 99.000, bu dasturga 99.000 to'lov qilib, ikkita dasturga qatnashish imkoniyatini berish taklifini bermoqchiman. Faqat bir shart bilan. Unga ham to'xtalamiz. E'tibor bering, dastur deyapman, kurs emas. Chunki dasturni farqi bor. Ya'ni men Telegramda, yopiq guruhda yoki Zoomda qotib dars o'tib yurmayman. Alohida platformada. Ya'ni qotadigan, ovoz yaxshi eshitilmaydigan darslar emas. Yoki dars vaqti sizga to'g'ri kelmasligi, bunga o'xshagan muammo ham bo'lmaydi bizda. Nimaga desangiz, oldindan hammasi, ya'ni hammasi oldindan tayyorlangan darslar, tushunarli va qiziqarli qilib olingan. O'z vaqtingiz va tezligingizga qarab darslarni ko'rish imkoniyati. Ya'ni bu degani ustozga dars beraman degan, meni vaqtimga to'g'ri kelmayapti degan muammo bo'lmaydi yoki boshqa o'quvchilarni kutib yurish, hamma orqada yoki oldinga o'tib ketgan, ularga yeta olish kerak yo'q. O'zingiz tezligingizga, vaqtingizga qarab shug'ullansangiz bo'laveradi. Va eng muhimi nazorat, ya'ni dasturni shunchaki sizga berib qo'yish emas, nazorat va aloqa bo'ladi. Savollaringizga javob berish va dasturda qanaqa qatnashyapsiz, tugatishingiz kerakligi haqidagi bo'yicha nazorat ham olib boriladi. Mos kelishingiz kerak bo'ladi. Shartlar va beradigan savollarimga javoblaringizga qarab dasturga mos kelasiz yoki yo'q, buni bilib olamiz. Dasturda qatnashish uchun kommentariy qismidagi belgilab qo'ygan profilimga o'tib, boshladik so'zini yuboring.